Mamlakatimizda mavjud ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyaning o'rganishlari natijasida ushbu issiqxona faoliyati changaz filtrlarsiz ishlagani uchun to'xtatildi. Ekolog mutaxassislarning bergan ogohlantirishlariga qaramay belgilangan talablarni bajarmagani uchun issiqxona egasi va xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Kelib o'rganganimizda atmosferaga tashlamalar juda yuqori bo'lganligi sababli bir kun muddat berib qozonxonani to'g'rilashga, filtr uskunalarni qo'yishga muhlat berib ketgandik. Lekin shu muhlat berishimizga qaramasdan bugun kelib o'rganish davomimizda ham mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, juda rasvo tashlamalari juda ko'p. Korxonani bugun ish faoliyatini batamom to'xtatamiz. Kuni kecha kelib o'rganganmiz faoliyatni. Nima uchun o'sha kuz-qish mavsumi boshlanishidan oldin mutaxassislar o'zlari bilib issiqxonalarga borib faoliyatni o'rganmaydi-da, imini mana shunaqa reyd jarayonlarida kelishadi? Yo'q, bunaqa narsalar bo'lgan. Avval ham ko'rsatmalar berilgan, tuman ekologiya xodimlari tomonidan ko'rsatmalar berilib, hamma narsa qilingan u narsada. Majburiy ko'rsatmalar berilgan, xatlar tarqatilgan. 1 gektar maydonni isitib kelayotgan qozonxona bugungacha qay darajada havoni ifloslantirgani noma'lum, ammo mutaxassislarning fikricha issiqxona faoliyatini bu tarzda davom ettira olmaydi. Xodimlar bilan suhbatlashganimizda esa mavjud filtr eskiligini sabab qilib keltirdi. Men baray bo'ldi kelganman. Qatnayga barayman. Issiqlik bilan ta'minlash quvvati qanaqa? Necha gektar maydonni ta'minlaydi? 1 gektardan oshib. Bu yerda nimalar yetishtiriladi? Pomidor. O'zi filtrda qanchada tozalaysizlar? Shu soatiga qaraymiz-da, 10, 11, 12 gacha tozalaymiz suvni. O'zi qozonxona bir kunda necha soat ishlaydi? Shu soat 4 dan soat 8 gacha ertalab. Qancha ko'mir ishlatasizlar bir kunda? Endi bir tundan oshib ketadi. Mirzo Olim Rustambekov, Abdulla Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun